Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Bugün İmam Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetül Hidaye namlı kitabımızda Gazali'nin ki biz tercümalini okuduk. Kitabının yazış mezmun dairesini okup çıktık. Bugün hem de İmam Gazali'nin özünün şu yazgan kitabının ki baş terpini bugün başlayımız. Gazali mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi ilə başlayma. Allah'ın çin qalbimdən mədiləyimə dedi. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə ailə tavabatlarına Peyğəmbərimiz ilə həm nəfəs olğan şu sahabalara durud ve salam yollayma. Hem de xulas kalam, hem ilim izdeşki herismen, Çin köңlüdün ilimge ixlas qıyğan, ilim teşnalıqı davamlıq çanqap duruvatqan bilimdan, yaki talibi okurmen, dep bu bizge xitap qılıvatıdı bu zat. Eğer sen Gazali deydi: Eğer sen ilim okuş arqılıq, ilim igelleş arqılıq, başqalarga göz qilish, faxrlanish, yoki başqalar bilan bəslishish, yoki tangtush, qurdash, atrofingdagi savaqdishingdan yuqori turish, o'zingni namoyon qilish, yoki kishilarning mayilligini o'zingga tortish va yoki dunyoning arzimas dunyoni o'ylab yoki dunyo yig'ish yoki mansab qo'g'lishish qatorliq mush tarafdan sen ilm o'rganmoqchi bo'lsang, sen undaqda diningni buzishga harakat qilayotgan birsan, o'zingni hiloq qilg'uchsan, dunyoni oxiratga tegishguchisan. Undaqda bunda demoqchi bo'lgani, sen bir ozg'unsan demak. Sening bu sodang ziyonkor, oxiratda dunyo setayotgan bu sodang ziyonkor. Bu tijorating barakatsiz. Sana bu ilim öğütüvatkan bu ustazın senin bir isyanınga, zulmünga yardım beriyotgan birsidir. Senin helakitin üçün o şerikdir. O adam nemege okşaydı degende bulançığı kılıç satkan, şemşer satkan adamga okşaydı. Günah masiyetke kichikkina bir kelime bilen yardım bergen kişi mi şu günahga şerikdir. Gazali deydi bu adam bu gapni. Şuna Misrniki aynı vaqtlarda Misrdan şu keyinki mamlukilar şu ölüp ketken Melik Faruqniki dati bovlarniki zamanlarda Misrda şu asker tanlash uchun nayta hamma jihatdan izlaydi ekanda. Şu ota-onasidan shularning oti bo'lsin, xiyonatkor chiqqanmi, chiqmaganmi, munofiq chiqqanmi, chiqmaganmi, zot esil zot adamlarmi qandoq, mijoz qandoq degandek. Mushu jihatdan bak tanlaydi ekan. Gazali deydi: Eğer ilim o'qishdagi niyeting, maqsad nishoning Allah bilan sening orangdagi ayrim bir ixlos yoki sir bo'lsa, ilmda ma'lumot egallashdan bakrak hidoyatni ko'zlagan bo'lsang, sen bishoratlik bo'lg'in.
Malaikeler sana kanatlarını yaydıgan. Denizdeki belek canlıklar sana davamlılık istiğfar ettiğin baxtlik insan sen. Şuna için sen hemmeden burun hidayetini bilişin gerek. Hidayet ilimnin mevisidir. Ondaqda hidayetinin başlanış noktası ve ahırlanış noktası buludu. Onun zahiri ve batini, aşkara ve yoşurun tarafları oludu. Biz hidayetin ahırıga çokum yetip barımız deydikenimiz, hidayetin biz beşinin ait puxta egelişimiz gerek. Biz hidayetin içki taraflarını biz yaxşı tapımız deydikenimiz, hidayetin taşqi görünüşünü toluq bilişimiz gerek. Ondaqda ben sana bir yerde hidayetin başlanış taraflarını öğütüp koyay. Özünü bir tecrübe kılıp çınaqtırıp bakın. Kalbini şu hidayet arkalık sınap bakın. Eğer kalbin men davatkan bu hidayetke mail bolalasa, nefsin bununla özlükiden maslaşa alasa, kalbin bunu kabul kıla alasa, ahırgıçılık sen köz tüküp mağsan buludu. İlim denizga, malumat dolkunuga çonkurlap çeysan buludu. Eğer bu hidayetin kalbin ığırlık his mana ate diyendek keçiktirme teşebbüsladi bolsa, amel qilishga nispeten söyrelme horun bolsa, undaq sen bilip koy, senin bu ilim ügünüş bolgan bu intilişin yamanlıkka buyurguçu nefstir. Şu taraftan bolawatıdı. Şeytan aleyhi la'nek bolgan bir boysunuş bu kalbindeki nefsaniki. Ondaqda özünün mağrur ağamçısı bilen seni bağlamaptı. Ahir bu hilmekiri bilen seni alaket azgılık söylep ekirdi. Bundaq nefsinin maksidi nima o? Körünüştü yaxşılıkta kıygan bilen sana yamanlıkını avundırış. Dünyada iş hareketleri ularga ziyan elip gelgen halaket girdavıga yoki halaket boğucu kişilerin koşuğunu seni koşu ötüş bu nefs. Emniyette ular biz yaxşı kılı ötemeyiz dep oylagan. Ahirde bulam helak boğan. Bunda vaqtlarda sana şeytan ilimnin pezileti, ulamalarning derdis qatarlıq bayanlarını kalbinge salıdı. Bu vaqtdaki hadisler, ayetler, aqliya sözlerini beşiğe keltirdi. Hatta seni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tövendeki sözüden mahrum koydu. Peygamberimiz ne mi degen? Bir adam ilim okup, bu adamın ilimi, bu adamın hidayetini avunduran olsa, bu adam bağan sıra Allah'tan yaraklaşıdı o. Degen. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamet günü Allah'ın azabıga düçar buluduğun, en dehşetlik azapkı düçar buluduğun adam, ilmi bilen Allah payda menfaat ata kılmagan alim degen. Yani onundan başka Peygamber aleyhissalatu vesselam men Sıra keçisi asmanga çıktım. Bu keçide bir kısım kişilerini gördüm deydi Peygamberimiz. O kişilerin kalpukları ottun boğan koyucu bilen kesilevatıdı. Men ulardan sizler kim dep sordum. Ular dedi ki biz yaxşılık buyuruyduğun yo özümüz kılmaydıgan kişilerden idik. Yamanlıktan çekleydik yo özümüz kılattık dedi. Allah hidayet kılsın hemimizne. Ey miskin biçare hazar kıl dedi.
Halınğı vay. Birer kıtım hayatıda ilim ügenmegen kişinin halığı mı vay? İlimge emel kılmagan alimnin halığı mı vay? Ondaqda bu nefsinin saxta hile teşvikatlarga, bu nefsinin bu mağrur arqınıga eslivanma. Saklan bunundan. Ben şerifide bundaq bir bayan keltiripdi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam paydasız ilimden köp panah dilgen. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam şundaq degan, kim bir ilimni ügünüp ulamalar bilan mücadele munazir qilish uchun yoki nadan avam xalqlarga ko'z-ko'z qilish uchun yoki xalqning moyilligini o'ziga qo'zg'ash uchun ilm o'rgangan odam davzaxtim bir kishilik joy tayyorlasin degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Estağfirullah. Allah Teala bu nefsimizdeki bu yamanlıkıdan, bu kesilden Allah bizi saklasın. Gazali bu yerde bir ibretlik sözü kıptı. Nadan adam ügenmegen bolsa bununla bir kıtım halınğı vay desek mi? Alim öz ilmi emel kılmağa vaxtıda min kıtım vay deymiz. Demek dünyada biliş hakikaten azap. Sebeplerimiz şundaq degan, bilmek azaptır. Demek bilgendiyken bu adamın kalbi azap toşudu. Vicdan azabı toşudu. Nahaqçılıkni ko'rganda bir azaplanıdı. Amel kılanmağa vaqtidiki bir vicdan azabı buludu. Demek bilge vaqtida haqiqiy insonning yurki shu vaqtida azap nes qila oladi. Ama vatanlarimizda shundaq bir odamlarni biz ko'rgan kishimizda xalqlar bak diqqat e'tibor qilib ketmaydigan 5 vaqt namozning vaqti ne kelsa shu yerda o'stan bo'yi bo'lsa o'stan bo'yida o'qiydigan 75 da bo'lsa 75 da o'qiydigan mayli bo'lsa masjiddan qolmaydigan ammo xalqlar bak diqqat e'tibor olmaydigan turmushini aytdi bak oddiy sodda 5 vaqt namozdan boshqa yaxshilikdan boshqa falsafa bilmaydigan, quruq gaplarni bilmaydigan, nazriya bilmaydigan, ajiq ilm bilmaydigan, hayotini shu peti davom qilib o'tib ketadigan shunday odamlar bor. Faqat bularning yurkida g'oyibona tuyg'ular, Xudo deydigan bir siymo yurkiga esilgan, chaplashgan bular. Biz ba'zida his qilgan vaqtimizda bunday kishilar baxtli, saodatman tuyuldi. Çünkü bularning qalbi faqat shu Xudoga bo'lgan intilish bilan davomli yo'rg'on, azab nes qilmaydigan odamlar. Bilgin Allah sana rahmet qilsin. Kishilar umuman ilib etgan vaqtida ilm talab qilgan odamlar, ilm o'rganuvchilar 3 turlik bo'ladi. Birinchi turkumdagi bir odamlar bor. Ilm o'rganishdagi bularniki maqsadi ahiretke bir ozuqtulik tayyorlash bu orqali. Allohning rizoligini faqat qiyomatni ham o'ylaydigan. Mush asosida ilm o'rganadigan odamlar bor. Bular kim o degan vaqtida haqiqiy utuq qozongan nijotkorlar bular. Ikkinchi turkumdagi bir odamlar bor. Bularning ilm izlashdagi maqsadi mush dunyo hayotida ma'lum bir dunyoga erishish. İlim orqali bunda mansab, mal dunyo, bir izzat qo'g'lishish. Nopos tiklash. Ammo lekin mushu avvalni bu bilib turdi, qalbidagi mush xasislikni biladi bu. Qalbida mush nachar avvalni davomli his qilib tura oladi. Bu en xatarlik bu. En xatarlik adam bu. Bazen haberlerde, yani eserlerde deyilishicha ilim amelden
xoli bo'lgan vaqtida bu ilm tug'mas ilm deymiz. Ammo amal ilmdan xoli bo'lganda bu amalni kesel amal deymiz. Endi bu ikkinchi turkumdagi adam agar tövbe qilishdan burun bu o'lib ketib qolsa, bunun hali xatar. Bak xatar. Bu Allah'ın ixtiyariga bağlıq bunun işi. Bunun ahiretteki tolumu xatarlik. Eğer bu ecel kiliştin burun tövbe qilish fursatiga erişalisa, ilimga amalni qo'shalisa, o'zining burunqi nuqsonlarini qaytadan tiklab topalisa, bu mu yana nijatkarlar qatoriga sepiga qo'shila oladi. Chunki gunohdan tövbe qilgan inson gunohi yo'q insonga o'xshaydi. Ama ilim egallashda üçüncü türkümdeki adamlar var. Bular en xatarliki. Şeytan şillisiga minib olgan. Bu ilim egallashdiki bunun nishoni mal dünya ko'paytirish. Mansab tamosi bilan faxrlanish. O'zining agash kuchlarining ko'pligidan huzurlanish. En xatarlik avvalo. O'zining bu ilmi bilan her qandaq bir yer bo'lsa, dünya tamasini ishga oshirish uchun kirpa qildi. Amaliyotda u qalbida davomli o'ylaydigan nima? Allohning huzurida mening bir kishilik o'rnim bor. Chunki bu o'zi bir ulamolar qatoridan sanaydi emasmi? Ulamolarning rasmiy shakllarida kiyinib olgan. Ulamolar so'zni so'zlaydigan. Amaliyotda uning ichi va tishi dunyoga bo'lgan nihoyat ochko'z tamosi bilan to'lgan. Bu yerdagi dunyo mal dunyo emas. Mansab qo'g'lishish, boshliqlikni qo'g'lishish. Uningdan boshqa şu arqılıq özün itibarını tiklash arqılıq mal dünya qo'g'lishish xatarlik bu. Buna xatarlik halokat girdobidagi odamlar. Buna aytdim ozg'un ahmaq bu. Bunun tövbe qilmaqi to'limi tas. Chunki bunun xatoligi özüne bu yaxşı qılıvatımə deb o'ylaydi. Amaliyotda Allohning tövəndəki sözüdün bu g'afil davomliq. Allah Taala Qur'oni Karimda bundaq deydi: "Ey müminler, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zingizda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning huzurida eng o'chkiriladigan, Alloh g'azab qiladigan ishdir." deb shunday degan. Mana bu kishi Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadisda sifatlagan sifatdagi kishilardan bo'lib, Payg'ambar alayhisolatu vassalam shunday deydi: "Men sizlarga dajjal emas, ama Deccal'dimi be xatarlik qo'rqadigan tipdagi odamlar bor." Degan ekan, Rasulullohdan sahobalar so'rabdi: "Ya Rasululloh, ular kimlardir?" Deganda Payg'ambar alayhisalom ularni ulamo usul degan. Ular qilmishi nachar ulamolardir degan. O'zini yaxshi deb o'ylaydigan, amaliyotda yaman, qalbine ait kesel, kalbi buzuq, dili buzuq ulamolardir degan. Odamning tashqi a'zoda qilgan gunohlarini ma'lum darajada masalan tövbe qilishi mumkin. Alloh taolo shu tövbesini qabul qilsa, tövbe qilishga Alloh fursat bersa. Ammo
qalbida o'zini men faqat yaxshi deb o'ylab olgan kishilarga nisbatan albatta qavaqda bu nihoyat xatarlik avval. Chunki buning qalbi butun a'zolarini boshqurdi. Men yaxshi qilyapman deb yomon tarafdimi, yaxshi tarafdan o'ylaydi. O'zidan qalbida manmanlik, mamandonlik, o'zi namoyon qilish, o'zi ko'rsatish tarafdorlari bor kishilar, bo'libmi ulamolar bu nihoyat bu kishigimi va atrofdagimi nihoyat xatarlik. Bu ijtimoiy gunoh, shaxsiy gunoh emas, bu ijtimoiy gunoh. Amaliyotda azaldan tortib Dajjalning butun g'oyasi nima? Xalqni ozdirish, insonni ozdirish. Bu tipdagi ulamolar tili orqali dunyoning kishilarni sovutib, to'sib to'simi, amaliyotda o'zining qilmishlari, holati shu dunyo tarafga so'rab keladi. Chunki insonning so'zidan odamga ta'sir qildig'ini odamning harakat tili. Kishilarning mijozi azaldan bir odamning so'ziga ergashgandan bakrak qilmishiga ergashishni yaxshi ko'rdi. Mijozi shu bekib ketgan. Undaqda bu ozg'un o'zing qilmishlar orqali, so'z orqali isloh qilgandan bakrak harakat orqali ozdirdi. Kishilar faqat dunyo tamosi qilgan vaqtida shu ulamolarning dunyoga bo'lgan berilib ketishi orqali dunyoga berilib ketadi. Undaqda buning ilmi Allah'ın bandalarini gunohga so'rab akirdiganiga sabab bo'lib qoldi. Bunun bu nadan, ahmaq nefsi aşını ko'rsatib qo'ydi. Haqqa ashnaga umid qildirib qo'ydi. Hatta bunun bu nadan qalbi Allah menga yaxshilik qildi, Allah menga savob berdi deb tıkmış ümitli buludu. Bunun bu naçar, yaman nefsi özünü nurgulluğun halayıqtın, etrafdaki kişilerden özünü yaxşı gösterdi. Yaxşı dediğin xiyalda elle itidi bunu dedi. Şunun için ey okurmen talip, ilim izlengüçi, sen üç türlü kişiler içinde birinci tipdeki adamlardan boğun. İkinci tipdeki adamlardan bo'lishdan saqlanğın. Mana qiliman, on qiliman deb tövbüdün burun ölüp ketken, halakatga duchor bo'lgan nurg'un insonlar bor. Hazar qil. Bo'lapmi üçüncü tipdeki adamlardan bo'lib qolma. Sen hila ko'p ketsanki, sening nijotligingni umid qilib bo'lmaydi. Senin halının yaxşı olab ketkinini his qilib bo'lmaydi. Unda sen deysen, bu hidoyatning muqaddimasi, bosqichi, bosh nuqtasi qayerdadir? Men o'zimni shu yerda bir chiniqtirib baqay deyishing mumkin. Unda bilib qo'y. Hidoyatning muqaddimasi beshi taqvolik. Tashqi taqvolik. Onun nihayeti ichki batini taqvolik. Oxirgi natija taqvodorlar uchun. Hidoyat oxirida yana shu taqvodor sohiblari uchun bo'ladi. Taqvolik desak, nima deb qolma? Bu Allohning amriga bo'ysunish, cheklimlardan yenish degan gap. Qisqartib bilib aytgan vaqtida. Undaqda bu taqvolikmi ikki qism, ikki turlik bo'ladi. Men sana taqvolikni qisqa qilib, tashqi taqvolikni ikki qismga qilib sana men ko'rsatib qo'yay. Birinchi qismi tashqi taqvolikninki, birinchi qismi toat, ibodat qismi. Undaqda biz taqvolikninki birinchi bosqichi bo'lgan toatga keldik. Biz buni keyingi darsda to'xtatib o'tamiz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.